Hozir patsientim bioimpedansiyadan foydalanib, sizlarga ertangi patsientimni analizini ko'rsatmoqchiman, chunki hozir paytda anemiya juda ham ko'p bilamiz va bunaqa holatda patsientda qanaqa shikoyatlar bo'lishini ham aytib o'taman va keyin patsient kelgandan keyin solishtiramiz haqiqatan bemorda hozir biz aytayotgan shikoyatlar bor yoki yo'qligini ko'ramiz. Gemoglobin 115 yomon tuyulmaydi bizga, lekin bu 115 gemoglobin past. 120-125 dan baland bo'lishi kerak. Hematokrit, MCV, MCH, MCHSlarga обязательно buni qarab ketishimiz kerak, chunki bu yerda ham bizda vitamin B guruhi, B12 yetishmovchiligi bor yoki yo'qligini va temir bilan to'yinish darajasi qanaqa ekanligini bilib olsak bo'ladi. Past, chunki bizda MCV bo'yicha eritrositlarning obyomi 91.8. B12 topshirishni men hal kelganlarga tavsiya beraman, chunki eritrositlarimizning obyomi kattaligi hisobiga. Keyin buni yana ham qani ko'ramiz qay darajada to'g'ri kelishini. Qalqonsimon bez gormonlari yaxshi, yomon emas. Vitamin D kam albatta 70-80 gacha bo'lishi kerak va bizga eng muhimi ferritinni qaranglar ahvolini. 15.1. Bu juda ham past ko'rsatkich. Bu qanaqa bo'lishi kerak? 94-yil ekanlar 100 gacha bo'lishi kerak o'zlarini yaxshi his qilishlari uchun, anemiya belgilari bo'lmasligi uchun. Ularda 15.1. Точно bilaman bu patsientda energiya yetishmovchiligi, doimiy charchoq, uyquda turganda ham dam olmaganlik hissi, doimiy holsizlik, rosa kofega talab yuqori bo'ladi bu patsientlarda, mana shu ferritin holatida. Ko'rsatkichga qarab aytgandim, vitamin B si kam, bu patsient kam degandim-ku. 192 juda ham past vitamin B12, normada necha bo'lishi kerak? 500 dan baland bo'lishi kerak. Bu patsientda vitamin B12 yetishmovchilik holati ham bor, bu ham anemiyaga sabab bo'ladi. Temir yetishmovchilik holati ham bor. Ikkala sababga ham ko'ra patsientda demak anemiya